Uch toifa odam bor. Alloh taolo qiyomat kunida qaramaydi. Qiyomat kunida Alloh taolo qaramaydi degani to'g'ri jahannamga irg'itib yuboradi degan. Birinchisi minnatchi. Ana shu odamga Alloh taolo qaramaydi degani farishtalar ham qaramaydi. So'roq savoli ham ochilmaydi, to'g'ri jahannamga ketadi. Ikkinchi toifa odamlar kim desa, ikkinchi toifa odam munofiqdir. Qasami bilan mashhur bo'lgan munofiqdir dedilar. Ya'ni ba'zi bir munofiqlar bor, qasam ichaveradi. Mana shu ishni qilaman sizga, mana shu ishni qilib beraman. Allohga qasam falon kuni bajaraman deb qasam ichaveradi, lekin qasamini ustidan chiqmaydi. Va Alloh taolo unga ham qaramaydi. Va kiyimi bilan faxrlanib yuradiganga ham qiyomat kunida Alloh taolo qaramaydi. Uchinchi toifa, kiyimi bilan faxrlanib yuradiganlarga. Bu bilan kiyimni harom yoki halolligi gap so'zga o'rin yo'q. Ana shu ipakdan bo'lmasa, najosat bo'lmasa o'sha kiyim va ayollarda suratini berib qo'ymasa, kiyim halol. Millionlagan kiyim bo'ladimi, milliardlagan kiyim bo'ladimi farqi yo'q. Valakin kiyimni kiyib olib turib, mana shu kiyim bilan o'zidan faxrlanishi. Hech qachon insonni kiyim Alloh taoloning oldida maqomini baland qilib qo'ymaydi. Hech qachon.